Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana BMW RR mototsiklimiz ham tayyor bo'ldi. Bu sportivniy 7 yoshdan tepa bolalar uchun mo'ljallangan, 70-80 kilo bo'lgan yuk ko'tara oladi mana. Oldi ko'rinishlarini ko'rsatib o'taman mana. Oldilari ham mashina qilib ishlangan. Balonlari rezinaviy balon, yurganda ovozlar chiqmaydi. Balonlarda oporniy diskalari alyuminiyga qilingan. Nastoящий bunaqa tormozlar bor, kalotkali. Rul orqali mana tormozlar bor, rulda tormoz beriladi. Hop, yon ko'rinishi. Orqasida katta motor joylashgan, podstavkalar bor, oyoqli qo'yib olishsa bo'ladi bemalol. Mana multimedia sistemalar bor, yoqib o'chishlari mana. Ovozlari ham kuchli, mo'shni chiqadi. Hop, multimedia sistemasida fleshka ham qo'yishsa bo'ladi. Svetlarni yoqib o'chishlari, signallargacha bor. Signallari ham bor. Mana tablolari, mana rullari, sportivniy ham bitta gazlari bor. Mana aylantirganda yuradi. Mana ham ko'rinishlari. Mana gulishtirli qilib ishlangan. Mana balon aylanishidan ko'rasizlar. BMW RR mototsiklimiz 70-80 kilogacha yuk ko'tara oladi bemalol. 7 yoshdan tepa bolalar uchun mo'ljallangan. Mana orqa ko'rinishini ko'rsatib o'taman. Gulishtirli qilib ishlangan, moshina qilib ishlangan. Mana bu yerda ham har xil bunaqa Harley Davidson mototsikllar bor. Bunaqa mototsikl 3 oyoqlilari ham bor. Mana BMW RR qoralari. Mana har xil ko'rinishda. Sizlarga video obzor bitta qilib ketiraman. Inshaalloh videoni ko'rib borsanglar, har xil video qo'yib berib turaman. Ko'rib turasizlar. Kvadrotsikl ham bor. Shunaqa zakaz bersanglar ham kvadrotsikl mana tepalarda har xil mototsiklargacha bor. Gunchilar ham bor, bunaqa katta 100 kilogacha bo'lgan ko'taradigan, 80-100 kilogacha. Mototsiklimiz tayyor bo'ldi bu. BMW RR mototsiklimiz 7 yoshdan tepa bolalar uchun mo'ljallangan. Balonlar orqasi ham rezinaviy balonlar. Bundan boshqa mashinalarimizni ko'rmoqchi bo'lganlar uchun Telegramdagi poisk tugmasini bosib turib, haydovchi bolajon so'zini orasini uzmasdan yozsanglar kanalimiz chiqib keladi. Ushbu kanalimizda 100 dan oshiq har xil turdagi mashinalarni, 1 kishilik, 2 kishilik mashinalarni narxlar bilan yozib qo'yganmiz. O'zingizga ma'qul kelganini videolari bilan to'liq ma'lumotlarni ko'rib tanishib chiqsangiz bo'ladi.